Makka va Madinada o'zbeklar ko'p, lekin bu yerlarda yashab ishlayotgan millat vakillari orasida eng ko'pi qaysi degan savolga aksariyat blogerlar hali javob topa olishmayapti. Men hozir sizga Saudiya Arabistonida istiqomat qilayotgan millatlarning top 10 taligini oshkor qilaman. Bizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. 10-o'rinda Iordaniyaliklar turadi. Ular mehnat muhojirlarining 1,5% ni tashkil qiladi. 9-o'rinni Nepalliklar egallagan. Suriyaliklar 8-chi, Filippinliklar 7-chi, Sudanliklar esa 6-pog'onada borishyapti. Saudiya Arabistonida qo'nim topgan mehnat muhojirlarining kuchli 5 taligini misrliklar boshlab berishadi. Ular 11% ni tashkil etishadi. Yamanliklar 4-o'rinni, pokistonliklar esa 3-o'rinni zabt etishgan. Birinchi bo'lishga asosiy da'vogarlardan bo'lgan hindistonliklar 14% natija bilan 2-pog'onada borishyapti. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Birinchi o'rin qaysi millat vakillariga tegishli? Saudiya Arabistonida eng ko'p kimlarni ko'rgansiz? Izohga yozib qo'ying.